Ustoz, arab tilini boshlaganimga 2 yil bo'ldi, lekin bir 10 marta boshlab, 10 marta to'xtatdim. Doim boshlayman, nimadir sabab bo'ladi, yana to'xtab qoladi. Yana qayta boshlayman, shu holat takrorlanadi. Shunga nima maslahat berasiz? Nima qilishim kerak? Bitta sizda emas, sizda ko'p 2 yil ekan, bir xil 4 yil, 5 yil, 7 yillar shunaqa qilganlar bor. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchi sabab maqsad aniq emasligi. Muhammad Ali Eshonqulov aytgandek, motivatsiya bu lamchik emas, har safar alishtirib uradigan degandek, bu maqsad aniq emas. Qayerga chiqmoqchisan, qanchada chiqmoqchisan, shu narsani maqsad qilib qo'yish kerak. Ikkinchisi, maqsadlarni bo'lib olish kerak. Ya'ni bir nechta maqsadchalarga bo'lib olish kerak. Kichkina narsaga erishib motivatsiya so'nib qolmaydi shunda. Undan keyingisi, shundan sizni to'sadigan narsalarni olib tashlang. Misol uchun bir nechta fanlarni bitta vaqtda o'rganishni to'xtating, oldin bittasini tugatib oling. Yoki bir nechta kitoblarni bir vaqtda o'qishni to'xtating. Bittasini tugating, keyingisini boshlang. Ko'pchilik shunaqa qiladi. 4 ta kitob bittada boshlab qo'yadi-da, hech qaysini tugatib olmay hammasi chala qolib ketadi. O'shaning uchun oldin bittasini tugatib, keyingilarga o'ting. Ya'ni maqsadlarni bo'lib oling va bo'lib olgan maqsadlaringiz ichida o'zingizni mukofotlab borsangiz ham ko'proq foyda bo'ladi. Tushunarli ustoz, rahmat.